Assalomu alaykum azizlar. Bugun yangi mavzumiz biologiya, odam salomatligidan qon aylanish sistemasi ko'rib chiqamiz. Hozir ko'rayotgan bo'lsangiz, yurakni va nafas olish sistemalarini ishlash prinsipi ishlab turgan holatini ko'ryapmiz. Xo'p, bunda yurak odam organizmida qon aylanish sistemasi markazi hisoblanadi, ya'ni nasosi bo'ladi. Yurak tufayli butun tanaga qon aylanib, almashinib turiladi. Xo'p, yurakning massasiga keladigan bo'lsak, erkaklarda 220-300 gram atrofida bo'ladi, ayollarda esa 180-220 gram atrofida bo'ladi. Shu odamning atroflaridan qovurg'alar bilan o'ralgan bo'ladi. Oldi tomondan tush bo'ladi, orqa tarafdan umurtqa bo'ladi, pastdan esa diafragma va yon taraflaridan o'pka bilan o'ralgan holatda bo'ladi. Ko'rayotgan bo'lsangiz, bu insonning mushtidek keladigan organ hisoblanadi va endi shu yurakda biz ko'p narsalar to'xtalib o'tirmaymiz. Imkon qadar o'quvchilarning esidan, yodidan chiqadigan shu klapanlari, bo'lmachalari, katta qon aylanish qanday ishlaydi, o'shani imkon qadar yoritishga harakat qilamiz. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, yurakni o'zini kesmasini oldik. Mana ishlashinaqasi. Endi biz ozgina tanishib olamiz. Yurakda 4 ta kamera bor, 2 ta qorincha va 2 ta bo'lmachadan iborat bo'ladi. Ko'rinayotgan bo'lsa, mana bu o'ng bo'lmacha, bu tarafda ko'rinib turgan qism chap bo'lmacha hisoblanadi va endi mana shu joyning mana shu qismgacha bo'ladigan qismi o'ng qorincha, bu joyning qismi esa chap qorincha hisoblanadi. Keling, buni ham ko'rishimiz mumkin. Misol uchun olib turib, mana birinchi qavati ketdi yurakning. Mana ko'radigan bo'lsak, mana yurakni hozir biz o'ng qorincha qismini olib tashladik. Mana bo'lmacha va o'sha joyda biz bilishimiz kerak bo'lgan klapan bor. Mana ost tarafdan ko'radigan bo'lsak, yurakda 4 xil, ya'ni birinchi klapanlar bo'ladi. 2 tavaqali, 3 tavaqali va yarim oysimon klapan bo'ladi. Shulardan mana hozir o'ng bo'lmacha bilan o'ng qorincha o'rtasida 3 tavaqali klapan bo'ladi. Mana o'sha qon faqatgina bo'lmachadan qorinchaga o'tishini ta'minlaydi. Mana ochilayotgan vaqtda bo'lmachadan qon o'tyapti. Yopilayotgan vaqtida qorincha qisqaryapti. Mana e'tibor berib qarasangiz, mana ochildi, bo'lmacha qisqargan, yopildi, mana qorincha qisqargan. Endi bundan o'tgan qon hozir mana shu joyga, ya'ni hozir ko'radigan bo'lsak, mana qorinchamizga o'tdi. Bu qorinchamizga. O'shandan o'tgan qon endi nima qilish kerak bo'ladi? Bu tarafga chiqib ketish kerak bo'ladi. Bu klapanimiz kissasimon klapan deyiladi yoki yarim oysimon klapan desak ham bo'ladi. O'shandan qon chiqadi. Ya'ni o'pkaga qon ketadi. Ya'ni mana bu o'pka arteriyasi ikkiga bo'linib ketgan, o'ng va chap o'pkaga qon haydaydi. Ya'ni karbonat angidridga to'yingan qonni haydaydi. Shunday qilib, o'ng bo'lmachadan kelayotgan qon 3 tavaqali klapandan o'tib, qorinchaga yig'ilib, qorinchadan esa yarim oysimon klapan orqali o'pkaga tarqaladi. Endi biz ikkinchi qismni ko'rishimiz kerak bo'ladi. Bu qism endi mana ko'radigan bo'lsak, chap qorincha bo'ladi. Mana o'pkadan kelayotgan o'pka arteriyalari, o'pka venalari bor. 4 ta o'pka venasi. Mana bu tarafda 2 ta, mana bu tarafda 2 ta. Bu bizga o'pkadan kelayotgan qonni, kislorodli qonni olib keladi. Xo'p, kelgan qon, buni ham ko'rib olsak bo'ladi. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, 2 tavaqali klapan orqali endi chap bo'lmachadan chap qorinchaga 2 tavaqali klapan orqali o'tadi. Ochilgan vaqtda bo'lmachadan qorinchaga qon o'tadi. Yopilgan vaqtida esa aksincha qorinchadan tashqariga endi mana ko'rinadi. Mana bu. Mana sizga bu taraf bu qismdagi qanaqaniki. Buni ham qaytarib qo'yaylik-da. Mana buni qilamiz. Mana bizga mana hozir qorinchaga o'tdi va keyin yana yarim oysimon klapan orqali yoki kissasimon klapan desak ham bo'ladi. Odatda yarim oysimon bilan oyga o'xshaydi. Klapan orqali o'tgan qon mana shu qismda ko'rsangiz, mana shundan butun tanaga nima qiladi? Kislorodga to'yingan qonni haydaydi. Demak, xulosa qiladigan bo'lsak, yurakda 2 tavaqali klapan bor ekan,
chap qorincha bilan chap bo'lmacha o'rtasida. Ya'ni qisqasi yarim oysimon klapan bor ekan. Chap qorincha bilan o'rta yoki toji o'rtasida bo'lar ekan. Bu tarafda esa bu yopib qo'ydik. Buni ham ochsak bo'ladi. Ya'ni 3 tabaqali klapan bor ekan, o'ng bo'lmacha bilan o'ng qorincha o'rtasida. Bu tarafda ham qisqasimon yoki yarim oysimon klapan bor ekan, qorincha bilan o'pka arteriyalari o'rtasida bo'ladi. Azizlar, mana qonning oqishini ham bir ko'rib olishimiz mumkin. Shana holatda mana ko'radigan bo'lsak, mana pastdan tepadan vena kelyapti. Vena qon tomiri hozir ko'rsataman keyin. Mana hozir ko'ramiz. Mana kelgan qon, shu venadan kelayotgan qonimiz mana shu qon tomiri orqali o'tyapti. Mana ko'rsangiz, mana ochildi va ketdi. Keyin bu tarafdan kelayotgan qonimiz bor. Ya'ni bu tarafdan kelayotgan qonimiz bor. Keldi, mana o'pkadan chiqib kelyapti va bu qism orqali kirib keladi. Mana ko'rishingiz mumkin, mana kelyapti, mana kirdi, chiqib ketdi. Shu zayl nima qiladi? Ishlaydi. Endi ko'pchilikda mana testlarda tuzilayotgan vaqtda savol tug'iladi. Yurakning 2 tabaqali klapani yopiq holatda qon qayerga yig'ilayotgan bo'ladi deyiladi. Agar mana yopilgan payt bo'lmachalarga qon yig'ilayotgan bo'ladi. O bir paytda ishlaydi, 2 tabaqali klapan ham, 3 tabaqali klapan ham. Ya'ni mana 2 tabaqali klapan ham, 3 tabaqali klapan ham bir paytda. Ya'ni yopildimi, bo'lmachaga ikkalasi ham qon yig'ayotgan bo'ladi. Hozir bu yerda sizga animatsiya bu ko'rinishlik uchun bittasini alohida, bittasini alohida ko'rsatilyapti. Endi aralashib qolmaslik uchun. Demak, bir paytda ham arteriya ham vena qoniga qon haydaladi. Faqat bo'lak-bo'lak holatda haydaladi. Demak, 2 tabaqali klapan ochiq bo'lgan bir paytda 3 tabaqali klapan ham ochiq bo'ladi. Va o'shalar ochiq bo'lgan vaqtida, ya'ni yarim oysimon klapanlar yopiq bo'ladi. Mana hozir ochiq, mana ochiqlik bu yopiladi. Shunday zaylda ishlaydi. Demak, agar mana bu 2-3 tabaqali klapanlar ochiq bo'lganda, qisqasimon yoki yarim oysimon klapanlar yopiq holatda bo'ladi. Endi bular yopilgan vaqtda, ya'ni 2 tabaqali, 3 tabaqali yopilgan vaqtida qisqasimon klapanlar nima bo'ladi? Ochilgan holatda bo'ladi. Katta qon aylanish doirasini tushuntirib ketishimiz kerak bo'ladi va kichik qon aylanish doirasini ham odamning, yurakning chap qorinchasidan, endi hozir mana shu joy hisoblanadi. Ochib ko'rsak ham bo'ladi-yu. Yurak qavati, mana shart emas. Yurakning chap qorinchasidan boshlanib, mana kattalashtiramiz. Ya'ni boya ko'rdlaringiz, mana yurak ishlayapti. Chap qorinchadan urgan qon mana tojsimon arteriya orqali chiqib mana budan qo'lga ketadi. Bu qism boshga ketadi va narigi qismdan mana qo'lga ketadi. Va mana boshga ham ketadigan qism bor. Va mana shu qayrilgan tarafidan esa pastga qarab ketadi. Butun tanaga nima qiladi? Qon tarqaladi. Endi ulardan yig'ilayotgan borib qon bilan ta'minlaydi va ulardan yig'ilgan qon, ya'ni hozir bu yurakdan chap qorinchadan chiqayotgan qonimiz arteriya qoni, ya'ni kislorodga to'yingan qon bo'ladigan bo'lsa, endi kislorodni berib diffuziya orqali karbonat angidridni oladidagi qaytib keladi. Ya'ni bunda vena qoniga aylanadi. O vena qon tomiri orqali keladi. Ko'rayotgan bo'lsangiz, tepadan kelayotganlar yuqori kavok vena bo'ladi. Pastdan kelayotganlar esa pastki kavok vena bo'ladi. Ya'ni odamda mana shunaqa mana ko'rinayotgan bo'lsa, mana tepadan kelayotgan kavok vena, pastdan kelayotgan kavok vena. Xo'p, mana bu qism, hozir ko'rinayotgan qism odamning o'ng bo'lmachasi hisoblanadi. Buni olib ko'rsak ham bo'ladi. Mana o'ng bo'lmacha qism hisoblanadi. Endi o'sha o'ng bo'lmachadan o'tgan qon yurakning o'ng qorinchasiga nima qiladi? Yig'iladi. Mana boya ko'rganimizga o'xshaydi. Mana kattalashtirsak ham bo'ladi. Endi o'sha qon qayerga o'tadi? O'ng qorincha orqali, mana bu qism orqali, mana bu qism orqali o'pkaga tarqaladi. Hozir ko'rinib turishi uchun mana bo'yab qo'ydik. O'pkaga tarqaladi. Mana o'pka qismga, ikkita o'pkaga tarqalib ketyapti. Bu qism o'pka arteriyasi deyiladi. Adashtirib qo'ymasligimiz kerak. O'pka arteriyasi ichida
vena qoni bo'ladi. Garchi arteriya qon tomiri bo'lgan bilan ichida vena qoni bo'ladi. Endi o'pkada mana shunaqa hamma kislorod olib, karbonatni berib qaytib kelgan qon odamda hozir ko'rinadigan tarafini olaylik. Yurakni. Xullas, mana bu pastki qism bor, mana shu joyda bo'ladi. Xo'p, buni olib tashlaylik. Mana o'pkani kelayotgan kislorodga to'yingan qon va 4 ta teshigi bo'ladi. O'sha mana bu o'pka qasi yurakni bu qismga kirib keladi. Qon ya'ni odamning chap bo'lmachasiga nima qiladi? Qon quyadi. Mana shu qismga chap bo'lmacha qo'yib, chap bo'lmachadan mana bu qismga, ya'ni chap qorinchaga o'tadi. Mana shu joydan kelib chap o'tadi va undan butun tanaga yana nima qiladi? Tarqaladi. Endi shu yerda xulosa qiladigan joyimiz bor. Agar insonning chap qorinchasidan boshlanib butun tanani aylanib kelib turib, odamning yuragining o'ng bo'lmachasiga kelib qo'yilishiga katta qon aylanish doirasi. Insonning o'ng qorinchasidan boshlanib, o'pkada kislorodlar bilan to'yinib, odamning chap bo'lmachasiga keladigan holatiga kichik qon aylanish doirasi deb ataladi. Azizlar, imkon qadar insonga ko'rimli bo'lishlik uchun harakat qildik. Nima deydi? Agar manfaatli bo'lgan bo'lsa, bizni qo'llab-quvvatlang. Sizga ozgina manfaat tekkan bo'lsa, biz ham mamnunmiz. Xayr, salomat bo'ling. Keyingi darslarimizda izohlarga yozsangiz, o'sha mavzularni imkon qadar qo'limizdan kelgancha yoritib berishga harakat qilamiz.